Xush kelibsizlar mehmonlar, xush kelibsizlar. Endi qizim ancha o'qib, vaqtini o'tkazib qo'ydi. Olinglar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Qizim, Mayli, yaxshi o'tiringlar. Voy opajon, bizni ham jiyanimiz uzoq yil o'qigan. Xorijda ishlagan. O'sha yerda bir tannozga uylanib, bola tug'mayman degani uchun tezda ajrashib ketishdi, to'g'rimi? To'g'ri opajon. O'zichi jiyanimiz yaqindagina shaharga qaytib keldi. Shu qizingizni bitta ko'ribdi-yu, yoqtirib qopti. Agar rozi bo'lsanglar, yoshlarni qovushtirib qo'yardik. endi sizlarga bir narsa deya olmayman. Oldinda dadamiz kelsinlar, bir gaplashaylik, maslahatlashaylik. Qolaversa bir surishtirib ham ko'raylik. Ana undan keyin sizlarga javobini aytsak yaxshi bo'lardi demoqchi edim. Mayli opa, siz bir xo'jayingiz bilan gaplashib ko'ring. Biz yana xabar olgani kelamiz. Unda bizga ruxsat bera qoling. Mayli bo'lsa. Qani, ilohi omin. To'y sovg'asi. Rahmat. Baxtlimisan? Sizchi? Judayam. To'y katta qila olmadim, xafa emasmisan? Endi yosh bola emasmiz-ku, har xil urf-odatlar qilib turadigan. To'g'ri. Muhimi, uyingdan to'y qilib olib chiqib ketdim. Xafa emasman. Asosiysi baxtli bo'lsak bo'ldi. Baxtli bo'lamiz qani. Ha, aytgancha, to'ydan oldin aytishni vaqti bo'lmadi. Xo'p, nimani? Mani ishim asosan kechqurun bo'ladi. Deyarli har kuni kasalxonada bo'laman. Ay, kechasi uyda bo'lmaysizmi? Deyarli bo'lmayman, lekin kun bo'yi uydaman. Mayli-ku, lekin u vaqtda men ishda bo'laman-ku. Bu yog'iga ishxonang bilan kelishasan. Kunora borishga ko'ndirasan. Xohlasang, butunlay bo'shashing mumkin. Yo'q, uyda o'tirib nima ham qilaman? O'zing bilasan. Ha, yana bir narsani aytay. Yana nima? Mani ayollar atriga, o'tkir hidlarga allergiyam bor. Iloji bo'lsa ulardan umuman foydalanma. Nima? Shundoq ham menga yoqasan. Xo'p bo'ladi. Nima, shunaqa o'tiraveramizmi? Bugun birinchi kechamiz. Ha, kuyov bola, hayot qanaqa ketyapti? Zo'r ketyapti. Axir aytganingni qilding-a? Endi meni bilasan-ku. Erishmaguncha ham qo'ymayman. O'zimnikini bari o'zimniki qilaman. Gap yo'q, gap yo'q. 2 oyda umidim, 2 oyga bormadi. Hozir mana o'tiribdi, xotinim bo'lib, uyimda. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Nahotki bir marta bo'lsa ham yaxshi o'tiribsanmi deb qo'ng'iroq qilmasa. Kechasi uxlab qolmasdan navbatchilik qiladigan odam. Telefoni bo'lsa har doim ochiq. Tavba, qanaqa kasalxona ekan? Bitta odamni har kuni navbatchilikka qoldirishsa.